Assalomu alaykum ko'ktang bolalari. Sog'-omonmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Mana bugun Gulmehr qatiqlik va vitaminlarga boy salat qilyapti. Buning uchun to'g'ralgan ko'k piyoz, petrushka va o'zimizning qatiq, turp qo'shiladi. Tabga ko'ra tuz. Narsalar tayyor bo'lmoqda. Qo'shing Gulmehr. Qo'sh bunga. Yo'q, qatiqqa qo'shing. Hozir avval mana qo'shilib, o'zim qo'shaman. Xo'p, bo'ladi. Mana tayyor bo'lyapti. Turp qirilgan bo'ladi yoki ko'z achishyapti sal Gulmehrdan. Foydali-da. Piyoz achishganda ko'z achishadi. Bu rosa foydali. Birinma-ketin narsalar solinadi. Bir kavlab olasiz Gulmehr. Xo'p. Ana bilganicha qilyaptilar. O'rganadi. Oldingiz oling. Hammamiz yoshligimizda qilganmiz. Turpni qirg'idan chiqariladi yoki kvadrat shaklida to'g'raladi. Aralashtiryapti. Keyin tuz qo'shamiz. Keyin tuz qo'shasiz. Tuz berasiz. O qilib bersizlar. Qiriladi. Turp yoki qiriladi. Yo'q, kubik shaklida to'g'raladi. Unga aralashtirib turasiz. Gulmehr, aralashtirib turing. Yo'q, bo'ladi. Ketidan tabga ko'ra tuz solinadi. Uloqni qolamiz. Ozgina sep. Seping. Tarkibi tuz aralashmasida murch ham bor, tuyulgan murch. Bo'ladi. Bu birinchi qilishi Gulmehrning. Aybga buyurmaysizlar. Hali bog'cha bolasi. Edib ko'ring, aralashtiring va mana solib ko'rsating. Bo'lganini soling. Aralashtiring. Aralashtiramiz. Mana turp ham qo'shildi. Kichkina tarelkaga soling. Shirin chiqdi. Mana azizlar, salatimiz tayyor. Keyingi marta o'rganib oldi, yaxshi qiladi mustaqil. Xayr, sog' salomat bo'ling. Salatimiz tayyor. Qilib ko'ring siz ham. Yo'q, mishtaqa. Bo'ldi. Bo'ldi. Buni ham